Buni qo'ylarga bahoni o'ta ham berib qo'ysa, dumbalari, hamma yo'g'i, tikkaligi, hamma yo'g'i uchcha tikkagan jonivorlar mana. Ana shu ikkitasi ham o'ta o'zgacha ekan-a? O'ta o'zgachasi. Jonivor, chiqim tajrataylikchi. Mana ikki o'g'il nima deyapti akalar? Toza hisor qo'yma, mana bunaqa bo'ladi. Tojikiston paroda, xudo xolisa. O'zi to'lab bo'lgan variant. O'zi to'lab bo'lgan variantda-na bular. Mana shu ikkitasining narxini qancha? Ikkitani ayt. Hoji aka, shaytigacha ko'rdingizmi? Bittadan like bosib qo'ying. Bedan pishdimi? Pishgan bo'lsa narxi ham tushdi buni. 50 ta soliq qo'ylar olib keldik. Bo'ldi. Narxlar tushdi-ya bugunga. Narxlar tushdi bugun. Bu qo'ylar Qirg'izistonning qo'ylari. Qirg'izistonning qo'ylari-ya. Hammasi Qirg'izistonning qo'ylari. Bugunga Qirg'iziston qo'ylarini chiqarib beramiz. Obunachilarimiz. Lekin eng kamida 80 kiloda bu qo'ylar turishidan. Badani ham o'ta semiz, dumbalar tikkagan. Yet. Yerdan xudo xolasa mana jonivor qarang. 90. Xotirjam. Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugunga mana shunaqa Velikan toza hisor elitalaridan keldi. Haqiqiy sovg'atlar originallardan chiqaramiz bugunga. Videoni oxirigacha tomosha qilib, qo'llab-quvvatlab, like bosib akalar, kommentariyaga o'zlaringiz iliq fikrlaringizni qoldirib o'tinglar. Xudo xolasa akalar, hafta kunimizga payshanba 21-may video syomkamiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib bormoqdamiz. Birinchi partiyamizga soni 3 dona ekan, Rahmatjon akam, xudo xolasa arzonchi mana, qaytdan arzonchi. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun narxi bor-ku. Sutekin qilib beramiz. Arzon bo'ladi bugungi narxlar. 1,5 million so'mga ham qo'chqar qo'l chiqarib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rishsin obunachilar. Bo'ldi, xudo xolasa. Son 3 dona, bo'ylari 90 plyusda. Bo'ldi. Akalar mana. O'lchab ham beramiz. Bo'ylari 90 plyusda sog'liqlar sotuvda chiqyapti, xudo xolasa. Plyus minusga olaverasizlar, o'lchangan videolari bor. Tashlab beramiz-da, xudo xolasa. Tashlab beramiz, o'lchab ham beramiz obunachilar. Xotirjam o'lchab ham beramiz. Yoshlari qanaqa ularda? Hozir yoshlari nurlar 4 dan 6 ga o'tgan variantida. 4 dan 6 ga o'tgan jonivorlar. To'ldirib yo 6 aka, ikkitadan tuqqan ekan, 3-siga bilan o'zidan yo'lasizlar, xudo xolasa. Bitta qo'ylar, bitta bir qator o'shancha birartasini ko'raylik jonivorni. Mana, o'ta kelgan. Bular eplab olmaydi bir kishi o'zi asli. Mana, jonivor. Mashinasini o'shalar nimaga aka mana? Obunachilar aytadi-yu, o'zi to'laydigan variantida ham yo'qmi deydi mana. Qani? Nurlar mana qara mana. Ko'ryapsizmi? Jonivorni qaranglar, yungi o'zi to'laydi mana. To'lab mana shunaqa holatga kelayotgan, hamma yo'q-a mana. Hamma yo'q, mana o'zi tushib ketadi mana. Meninglar. Toza simjunidan boqaman deganlar aloqaga chiqinglar akalar mana. Yoshini bitta ko'rsatib qo'yinchi yoshini. Mana yoshini ham bitta ko'rsatib beraylik mana. So'z isboti buni. Akalar mana 4 tenda olib qo'yavermay turing bitta endi. Jonivor. Mertada akalar shuni ko'rsatamiz akalar bir qotadan. Mana bu ikkalasiga ham bahoni berib boshlar akalar. Addinli masala, hammasi zo'r xudo xolasa, narxi arzon bo'ladi jonivorlarni. Eng qizig'i narxida deydi-yu. Bo'ldi. Mana bu qo'ydi qaranglar. Buni jumni yulolmang. Juni ham qolsin obunachilarga ham. Mana bitta metrlanchi qo'ydi. Hurmatli obunachilar, ketingi partiyamizga mana bunaqa velikantlardan, yungi yo'g'idan, toza Qirg'iziston Bishkek qo'ylaridan bo'lsin deganlarga aloqaga chiqarasizlar, jonivorlar qaranglar, hammasi go'zal ekan. Soni akalar xudo xolasa 6 dona bir pachka, bir kishini qo'ygan jonivorlar. O'ta ham go'zal. Narxini sindiraman deyaptilar. Yoraman deyaptilar, xudo xolasa akalar, paddashkani sizlar qilasizlar. Narxini biz tushirib, yorib, arzonlatib beramiz aka. Nurulloh. Bugun narx sinadi dedi boshida. Narx bularni ham sindirib beramiz. Bo'ylari 85 plus minusga olishaveradi. 85 plus minusga olaverasizlar akalar bo'ylarini. Mana bundaqa Velikan sog'liq qidirib yurganlar aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Bizda bundaqalardan ko'pgina olib kelishda davom etaveramiz aka, xudo xolasa. Kelishaveradi, rakasalar tashlab beramiz. Bo'ldi, gap yo'q aka. Narxlarni aytib, narxlarni sindirib beramiz dedi-ku. Yosh oyligi qanaqa bo'ladi? Bir qator yosh oyligini ham aytaylik. Yosh oyligi Nurulloh borini aytamiz. Ha. 4 tish, 6 tish, 8 tish. 4 tish, 6 tish, 8 tish. Bo'g'oz qisiliga qanaqa? Bo'g'oz qisili, bo'g'ozi ham bor Nurulloh. Bo'g'ozi ham bor. Oldi bo'g'oz, lekin biz mashinasiga beramiz. Mana shu narsaga berasiz-a? Ha. Mana bu jonivorlar qaranglar. Sabab oldi bo'g'ozi ham bor endi. Mashinasiga beraveraylik asosan. Bo'ldi. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Eng qizig'i narxida qoldi bularda aka. Narxini aytdim, sindirib beraman dedi. Narxini sindiring, yoring aka. Narxini arzonroq 10 million, 9 million yo'q narx. Nurulloh, bo'ladigan narxdan ayting. 9 million, 10 million yo'q bularga. 8 milliondan o'tib beraman bularga.
8 million so'mdan ham o'tib berasiz. Obunachilarimiz bugun maza qilsin. Videoni boshlatganda narx sinadi deganda obunachilarimizga 200 mingdan xayrini beraman. 7 million 800 mingdan ketdi Optimaga. Ammo Obunachilar. Optimaga olsin obunachilar. Mana o'ylaylik qaranglar. 7 million 800 ming so'mdan nima deyapti akalar? Sog'liqlar. Sog'liqni gullari, liderlari, kichkina barra qo'ziga solishtirmanglar bo'ladi. Gigant qo'ylar oldi 90 plyusda da xolos haligi. Xolosa. Kilasi, kilogrammlari. Bemalol 93 kilo 94 kilo miyani ham bor ichida. 93 kilo 94 kilo kelyapti akalar. Mana shu qora qo'y to'g'risi o'zimiz o'lchadik. 93 kilo keldi. Qolganlarini tortib 7 million 800 ming so'mdan bir joyga bo'lsa telefon qilinglar. Kelishadi. Bo'lsa ishimiz oson bitadi. Videoni boshlataylik. Bo'ldi. Bir joyga bo'lsa oson bitadi. Lekada tanlab olishga kelishamiz. Endi plus minus bo'ladi. Bo'ldi. Akalar telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Bundaqalardan da xohlasa bizda sterob lakasalar beramiz. Hech qayda bundaqa narxdan chiqarilmaydi. Prank emas. Bemalol aloqa chiqaringlar. Sog'liqni go'zallari. Havas qilganlar bormi? Mana shunaqa qo'ylardan akalar, da xohlasa toza hisorlardan, elitalardan yetib keldi. Havas qildim deb da xohlasa like bosib qo'yinglar akalar. Hammamizni qo'ramizda shunaqalardan, toza elitalardan, haqiqiy simjin tozalardan keldi. Jonivorlar qaranglar. Hammasi mana bu qo'yda qaranglar. Nechta mana bu qo'yga bahoni o'zlaring berib ko'rasizlar. Da xohlasa bu ketingi partiyamizga soni nechta dona? Bular soni nurlar 8 dona. Soni 8 dona ya. 8 dona. Videoni boshlayaptik-ku, narx sindirib beramiz deb. Bulardan narx sindirib beramiz. Bo'ldi. Da Kashkar xohlasa variantidan. akalar soni 8 donaga hammasi go'zal, toza simjin, toza qonligidan ekan aka, da xohlasa bular. Hozir mazaqlardan o'zi to'laydigan variantdan hammasi. Qaydan topib kelasiz bundaqa go'zallarini aka? Bizga nurlar soni seroq, qo'yimiz to'la g'orada. Qo'yimiz to'g'ri ya. Ha, kelishaveradi. Qanaqa qo'y bo'lsa kelishaveradi, bemalol. Tinchi. Ya hamma Ikkalasini olaman degan odamga aytib turing. Ha. 8 milliondan 200 beraman. 8 million so'mdan. Ammo Optimaga sindirib beraman narxini. Optimaga olgan odamga. Bo'ldi. Akalar mana bular ham chakana qo'y emas. Uni sariq qo'yni qaranglar, mana bu qo'yni qaranglar. O'ta yosh oylar qanaqa bularda aka? Yosh oylarga nurlar 4 tish. Katta bitta yarimta bo'lmasa 6 tish qolgan emas 4 tishdan. 4 tishdan ha? Ha. Qo'zisi yo'qmi ichida? Qo'zisi ham bor, muros qo'zi. Endi aytmayapsiz endi buni qasini. Mana qo'yni qaranglar. Qo'zichoq olgan yaxshi yeti. Ko'ryapsizmi? Qo'zichoq hali. Qo'zichoq. Yuylarni qaylar toza hisori simjinda shunaqasini aytiladi akalar. Allaqayda qo'ylarni ham simjin deyilmaydi. Tozasini olaman deyapsizmi? Zo'ridan bor. Nurlar, onashi ham qo'zi bo'lish kerak. Ana shu ham qo'zi. O'zimiz ham ko'pligidan ko'rmaganmiz-da qo'ylarni mana. Hozir ko'rdik mana. Jonivor. Qo'zichoq ekan. Chishbishdan xavotir olmang. Bitta ko'rsatinchi mana shu qo'yingizdan. Mana dumbarasiga tepagacha. Dumbas nima deyapti akalar? O'ta go'zal ekan haqiqiy. Aloqaga tezda chiqarasizlar. Optimaga odamga narxini sindirib beraman. Bugungi o'ta ham assortiment kuchli ekan. Xudo xolasa narxini arzon qilib beraman deyaptilar. Soni 8 dona ekan qo'ylaringizda. Yosh oyligini aytdingiz. Bular narxida qoldi hamma gap. Narx bugun arzon bo'ladi. Narx bugun arzon bo'ladi. Narx bugun Sababi qo'yimiz ko'p, sotish kerak. bo'ldi. Bular narxini ayting aka, xudo xolasa. Bular narxi bir joyga bo'lsa 8 taxini oldim degan odamga boru. 7 milliondan ham demayman. 100 o'tib 6 million 900 ming Optimaga ketaveradi deyman. 6 million 900 dan ketaveradi ya. Kalla olishga umuman qimmat, 8 million ustida qo'ylar bor-da. Optimaga olsa 6 million 900 mingdan. Ana o bitta qo'y akalar o'tib ketibdi, jonivor mana. Mana qo'yni qaranglar akalar. Mana shu qo'y addinni olaman deganlar xotirjam aloqa ochganlar, toza hisori qo'ydi. Elitas haqiqiy. Jonivor, haqiqiy go'zal ekan. Mana. Ancha uzoqdan bir kamida 100 metr bag'ida turibmiz mana bu qo'ylar. Sherik o'tib ketib qoldi. Hammasi bir joydagilar. Uni ko'rsatdik. 6 million 900 ming so'mdan deyishyapti. Yana Nurullo obunachilaringiz aksiya bo'lsin. Optimaga olsin 8 tasini, yana 100 o'tib beraman. 6 million 800 mingdan Toshkentgacha ketadi dastavka ichida. Yana o'tasizmi aka? O'tib berdim. Obunachilaringiz 6 million 800 mingdan. Telefon qilsa yana o'tib berasizmi? Telefon qilsa ishlarni bitirib beraman bugun. Gap yo'q sotamiz aka. qo'ydi. Xudo xolasa. 6 million 800 ming so'mdan 8 tasi bir joyga telefon qilib aloqa ochganlar kelishinglar ekan. Shoshilib aloqa ochishsin. Tanlab olishga 8 milliondan ustida ekan lekin. Yarmi emas bular. Bo'ldi. Telefon qilib aloqa ochganlar bundaqalar o'ta kam keladi akalar. Hamma qo'y ham bir xil emas. Qo'y bilan qo'yning farqi bor. Videoda kichkina qo'y katta, katta qo'y kichkina ko'rinadi. Biz ketingi parchalarga o'tamiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib davom etaverasizlar. Bo'g'oz qo'ydi liderlaridan keldi akalar, xudo xolasa. Qo'shqorga qo'shilgan variantlaridan toza bo'g'oz qidirlarga aloqa ochganlar. Hammasi sariq, bir dona ko'ki bor ekan.
son akalar 6 dona bir pachka variantdan ekan. Bularda aka bo'ylari, yosh oyligi qanaqa? Bularda bo'ylari Nurullo 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. Xudo xolasa hammasi akalar bir ikkinchisiga, uchinchisiga tug'ar ekan qo'ylar, hammasi jonivorlar. Hammasi Mashina bag'aloqqa chiqsin. hammasi bo'g'ozda bo'lgansiz. Bizdan bo'g'ozda bo'lganmiz, lekin Xudo xolasa tagi bilinib qolibdi. Lekin mashinasiga beramiz biz ham. Bo'ldi akalar. Qo'shni qonida narsa bilmaymiz-da. Avvalo, so'yilmagan tarvuzda bu ham. So'yilmagan tarvuz. Avvalo Xudo siz buni mana shu narxda soting, dangalari. Bizga ham bo'g'oz keldi, masalan, bo'g'ozni sotyapmiz biz ham. Bo'g'oz deb keldi Lekin akalar, biz ham mashinasiga beramiz. Qo'chqonda yurgan ekan sababi. bo'ldi akalar. Bo'g'oz deb olishgan ekan akalar, xudo xolasa bo'g'oz hisobida sotilar ekan. Endi avvalo Xudo mana shu narsa hammaga telefon qilsalar yana gaplashamiz. Bemalol aloqa qilinglar. Narxi arzonmi qo'yiladi? Narxini yengil qo'yib beraman. Bugun narx sinadi dedim, qo'yimiz ko'p dedim. Asardek qo'ylarimiz ko'pda bugun. Bo'ldi. Narxini arzonlatib beraman deyaptilar, xudo xolasa. Mana bu qo'ylar soni 6 dona ekan. Bo'ylari qanaqa chiqadi? Bularni bo'ylari Nurullo o'lchab beramiz, telefon qilishsan o'lchab beraylik. Akalar, Realniy videolari bor. qo'ylar kichkina qo'ylar emas, katta, haqiqiy gigantligi hamma yo'g'i zo'r. Yosh oyligi ham yaxshi. Bo'ylarini o'lchab ko'rsatgan videolar bor. Video cho'zilmasligi uchun tas-tas yengil-yengil video qilyapmiz akalar. O'zlaringiz tushunasizlar. Negaki Videolarni cho'zmaylar, narxini aytib o'taylik. Narxini ayting ular. Bularni optimiga olgan odamga soni 6 dona-da. Soni 6 dona. Optimiga olgan odamga 6 million 500 mingdan ketaveradi. 6 million 500 ming so'm. Dastavkasi o'sha Toshkentgacha. 6 tasi bir joyga bo'lsa ko'tar. Narxini azni o'tib bering mana shulardan aka. To'g'risi arzon bo'lsa arzon bo'ladi bo'lsa. dedim-ku. 100 dan o'tib bermayman, 200 dan o'tib beraman. 6 million 300 mingdan Toshkentgacha, Samarqandgacha emas. Mayli, lo'sh chiqdi. Samarqandgacha dastavkasi ichida ketdi. Bo'ldi. Akalar 6 million 200 ming so'm qayda bor mana shunaqalar? 6 million 300 mi, 6 million 200 mi? 300 dan Samarqandgacha dastavkasi ketdi. 6 million 300 ming so'mdan qayda bor mana shunaqa qo'ylar akalar? Hech qayda yo'q. Ammo tanlab olsa 7,5 million so'm ammo. Tanlab olishga akalar 7 million 500 dan ekan, optimiga 6 million 300 ming so'mdan qo'yib yuborishdi. Soni 6 dona. Bugungi tanlab olsa 7,5 million tanlab olishaveradi. Bugungi haqiqiy narxlar arzon bo'lyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, xudo xolasa biz ketingi partiyalarga o'tamiz. Ketingi partiyalarimizga 1 million 500 ming so'm qo'ygan qo'zimiz bor. Zo'ridan. Jonivorlar, bo'ldi. Videoni ko'p cho'zmasdan ketingi partiyaga o'tamiz biz. Kim aka? Narxlar tushdi. Sababi beda bir pishdi. Narx sindirib beraman. Bitta o'shatdan qo'yiladi. Bo'ldi. Qanchadan? Narxi bo'g'oz qo'ylar narxi 6 million 300 mingdan bo'ldi. Bo'ldi. Like'lar bosib qo'ysinmi? Like, kommentariy yozib qo'ysin. Negativ yozishmasin. Xudo xolasa chiroyli fikrlar yozilsin, narxni tushuntirib beramiz. Bo'ldi. Akalar mana bu qo'ylarga qaranglar. 6 million 300 ming so'mdan qayda bor akalar? Qo'shqorga qo'shilgan variantdan ekan, tayyoridan ekan, xudo xolasa. Soni 6 dona ekan, hammasi zo'r. Suyaklari butun. Bir joydan keldi Nurullo bular. Hammasi bir joydan. Hammasi bir joydan keldi, qo'shqorga qo'shilgan ekan, lekin biz mashinasiga beramiz. Bo'ldi akalar. Sabab so'yilmagan tarvuz bo'ldi. Arzonroq olib qo'yishdi bir joydan, xudo xolasa narxini arzon qilib qo'yib beryapti. Prank o'ynamaysiz akasiz. Yo'q, telefon qilsa ishlarni bitirib beraman. Bo'ldi. Telefon qilinglar, ishingiz bitadi. O'tib beraman telefon qilsa. 6 million 300 ming so'mdan hammasini olganga o'tib ham berilar ekan. Jonivorlar, terilib turishini qaranglar, askarga o'xshab. Hammasi tikka ekan, dumbalari tikka bo'ladigan qo'ylar. Yosh oyligi 4 tish, 6 tish. Hammasini garantiyali qo'ylar, dumbalari tikka. Jonivorlar, mana tagi lap-lapam qolib jonivorlar, haqiqiy bo'g'oz deyaptilar mana. Bo'ldi. Qiziqqanlar qochinglar, yunglari ham hammasi birinchi svetda bo'ladigan qo'ylar xullas. Garantiyasi bor qo'ylarni biz akalar ketingi partiyalarga o'tamiz.